katta kiyav. Men qara, ichki kiyav bo'laman deb meni azob qo'ymasin-ku. Qaymi? Aytib qo'y uningga. Davay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hey, kiyavjon, sog'ingiz yaxshimi? To'y nakaz qilamizmi yo'q hozirda? Yo'q, endi nimaga uni aytyapsiz? Latta deyapsiz. Latta emas, katta dedim, katta kiyav. Yuring, mebellarni so'rashinglar, yuring. Kiyavjonim Bernabahorda joylashgan barakali bozor mebellar do'koni. Qalay, lipoy xil narsa topsangiz bo'ladi. Beshikdan tortib mebel, lipoy. To'y nakaz qilamizmi yo'q? Nimaga? Nima bo'ldi? Tezroq bo'ling, vaqtim yo'q. O'ting. Ana shu yo'qdi menga, ana shuni olamiz. Sal qimmat ekanda kiyav. To'y nakaz. Yo'q, to'y atkazmas, shuni olamiz. Bo'ldi, yo'qdi menga, yo'qdi. Ichki kiyav qilmayman o'ylay. Yoting qani? Ha? Yoting qani? He, kiyav. To'y nakaz. Yotaman mana. Mazza ekanki bu. Olamiz shuni. Ana shu yo'qdi, ana shuni olamiz. Ay. To'y nakaz qilamiz. Yo'q, kiyav olamiz. Siz ham shuni o'zing nuqtani topib olib, faqat o'shara urar ekansizda. Gilamchalari ham zakon ekan. Ha, menga ham yo'qdi. O'nta beringlar shundan. O'yindan nima qilasan xonamizda yetdi. Uchtasi o'zini uyimga. Yo to'y atkazmi? Hey, menga qara. Son. O'nta beringlar. Dadajon, mebellar zo'r ekan, menga yo'qdi. Faqat ertaga shu bitta mashinasini men nomimga o'tkazib bersangiz bo'ldi, dadajon. Mayli. O'tkazamiz. Qaytar dunyo deganlari shu ekanda. Vaqtiga men ham qaynotamni yomon soqqanman.